Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, hurmatli youtuberlar, hurmatli internet shaydolari. Mana bugun yana bitta uyimizni obzoriga o'tsak. Men Isroil O'zmatjon G'ayratjonovich bilan. Xullas mana aboyga pasti tayyor, gruntovkaga surilgan, devorlar shukurka qilingan, hammasi chotki holda mana. Hammasi zo'r. Toshkentda beradigan ustokalari mana. Xudo xolisa aboyi yopishtirib tashaladi. Hammasi tayyor, xudo xolisa aboyi qilinadigan ish pasti qolmadi. Mana aboylarimiz ham keltirib qo'yilgan tureyskiy, xitoyskiy, rossiyskiy aboylarimiz. Hammasi chet elda toza asl mollari. Eng zo'r mollari mana bu patologga, mana xonaning ichiga, devorlariga aboylar. Xudo xolisa shunaqa gaplar. Bo'tli xudo xolisa ko'ramiz. Yo aboy bo'ladi, yo chiroyli bo'yaladi. Chunki xonamiz idealniy holatda. Tepalari mana qaranglar, hali ham o'sha milliylikni saqlab qolgan holatda. Bitta, ikkita lustra qo'yib yuborsak, xudo xolisa ishimiz bitadi. Devorlarimizga ham bitta qarab qo'yamiz. Keyin mana bu romlar keladi, xudo xolisa. Toza MDF dan yasalgan eshik, deraza, romlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishguncha charchamanglar. Yana sizlar bilan xudo xolisa aboylar qilinish jarayonida videolar qilib turaman.